Bismillahirrohmanirrohim. Xotin farzandimiz yosh katta bo'lsin deb boladan saqlansa bo'ladimi debdilar. Shariatda buni qanday yo'llari bor? Buning shariatda bir ismi bor xolos. Uni azl deyiladi. Azl degani erkak ayoldan urug'ni chetlatishligi degani. Ya'ni o'sha homilani oldini olish uchun urug'ni ayol kishini o'sha homila bo'ladigan o'rniga urug'ni to'kmaydi, tashqariga to'kadi. Mana shu nima deyiladi? Azl deyiladi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'lgan. Sahih Buxoriyda kelgan hadis bor. Jabir radhiyallohu anhu aytganlar: "Kunna na'zil val Qur'anu yanzil." Biz azl qilaverardik, Qur'on tushaverardi degan. Ya'ni bunda nima demoqchi? Qur'on qaytarmasdi demoqchi. Azl qilardik, Qur'on tushardi, lekin qaytarmasdi. Kimdir aytishi mumkin-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilmagandir-da, bilsalar qaytarardilar. Rasululloh bilmagan bo'lsa Alloh bilgan. Alloh munkarga qarab turmaydi. Agar shu ish noto'g'ri bo'lganda, Alloh shuni qaytargan bo'lar edi. Shuning uchun azl qilish harom emas aslida. Sahobalar qilgan. Boshqa bir hadisda kelgan ham Sahih Buxoriyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham so'ralgan hattoki azl qilish haqida. Shunda Rasululloh ajablanib, "Ava innakum taf'alun?" Sizlar shuni qilasizlarmi deganlar. Sizlar shuni qilib yuribsizlarmi deganlar. "Ma alaykum alla taf'alu." Uni qilmasanglar ham zarari yo'q deganlar. Ya'ni ochiq qaytarmayaptilar mana. Qilmasanglar ham hech narsa qilmaydi, zarari yo'q. "Ma min nasamatin Allohu xoliquha illa va hiya kaina. Fa'altum am la?" Qandayki jon Alloh yaratmoqchi bo'lsa, yaralaveradi u deganlar. Sizlar u azl qilsanglar ham, qilmasanglar ham. Haqiqatda bu aqidada isbotlangan. Bir qancha odamlardan, masalan, shunaqa gaplar keladi. Azl qilishga qaramasdan farzand bo'lib qolaveradi. Ya'ni Alloh yaratmoqchimi, yaralib qolaveradi. Shuning uchun Rasululloh aytganlarki, bu ishni qilib men farzanddan saqlanaman deb xomtaman bo'lmanglar. Alloh yaratmoqchi bo'lsa yaratib qo'yaveradi. Lekin baribir shu ishdan qaytarmaganlar Rasululloh. Chunki inson baribir endi o'sha narsani sababda o'ylaydi. Farzand bo'lib qolishiga, shuning uchun undan chetlanadi. Ya'ni o'sha azl qilmaydi. Azl qiladi, ya'ni bola bo'lib qolmasin deb. Ana bu shariatda demak joiz ish, faqat xiloful avlo deyiladi. Buni fiqhda xiloful avlo degani ya'ni qilmagani yaxshi degani. Bu endi odatiy holda, lekin agar bolaga zarar bo'lishi yoki onaga zarar bo'lishi holatlari kuzatilsa, homiladan, anaqa holatda azl qilishiga bil ittifoq joiz bo'ladi. Shariatda vorid bo'lgan uslubi mana shu azl deyiladi. Endi bu hozirgi zamonaviy uslublar, ular shunga hammasi qiyoslanadi. Ya'ni masalan ayol kishi ichiga spiral o'rnatishligimi, lulab deyiladi arab tilida, ya'ni boshqa har qanaqa turlari yoki erkak kishi o'zi o'sha urug'ni to'kilishligini man qiladigan biron narsa taqishligimi, bular hammasi o'shanga qiyoslanadi. Hammasi o'sha hukmida bo'ladi. Bular hammasi joiz. Faqat bunda aksar ulamolar aytganki, azl qilish ayolning haqqi degan. Qanaqangi suratda bo'lsa ham, masalan, erkak kishi ayol bilan birga bo'lganda ayolning ichiga yoki tashqarisiga to'kishligi yoki erkak kishi o'sha moslamani taqib qilishi yoki taqmasdan qilishligi, bu hammasi ayolning haqqi degan. Chunki bu narsalarda ayolga ta'sir bor-da. Rohatiga, ayolning xohishiga ta'sir bor. Yoqmasligi mumkin ayolga u narsa. Shuning uchun ayolning haqqi bu. Ayol ijozat bersa, inshaalloh bo'laveradi. Alloh alam.